Men Do'stjonova Visolat 392-guruh bitiruvchisiman. Buxgalteriyani tanlashimdan sabab yoshligimdan hisob-kitobga juda ham qiziqqanman. Finlightni tanlashimga sabab Xorazmdagi eng yagona sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lgan buxgalteriya akademiyasi hisoblanadi. Chunki bu yerda bizlar noldan balansgacha hamda ADNS dasturlari va soliq tizimini juda chuqurlashtirilgan holda o'rgandik va shu amallarni qo'llab kelmoqdamiz. Xitoy davomida eng qiyin darslarimiz deyarli men uchun hech bir dars qiyin bo'lmagan, lekin har bir darsni o'ziga yarasha murakkabchiligi bo'ladi. Foyda solig'i ozgina qiyinchilikroq tug'dirgan, lekin uni yaxshi o'zlashtirib, hozirgi kunda o'zlarimizni hisob-kitob tizimimizda hamda shu hisobotlarimizda qo'llab kelmoqdamiz. Kursga kelishimdan oldingi o'zgarishlarim buxgalteriya sohasiga umuman kirib kelmaganman hamda bu haqida ma'lumotga ega bo'lmaganman. Hozirgi kunda holatim juda ham a'lo hisoblanadi. Chunki buxgalteriya sohasiga kirib kelgan holda mening dunyoqarashim, fikrlashim, tadbirkorlik, biznesga bo'lgan qiziqishlarim uyg'ondi hamda hozirgi kunda o'zimni bu yerni bitirib yaxshi malakali buxgalter bo'lib yetishib chiqqanimga ishonaman. Buxgalteriya kasbi hozirgi kunda zamonaviy kasblardan biri hisoblanadi. Hammaga buxgalteriya kasbini o'rganishi va yuqori daromadga chiqishini xohlayman. Shuni aytib o'tish mumkinki, har sohada qiyinchilik bo'ladi. Albatta, katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi. Buxgalteriya kasbi haqida boshqalarga maslahatim, buxgalteriya kasbi zamonaviy kasblardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda rivojlanib kelayotgan kasblar hisobiga kiradi. Buxgalteriya kasbi albatta qiyinchiliklari bor, lekin juda ham moliyaviy bilimni rivojlanishi asosiga olib keladi. Buxgalteriyani egallashimda eng avvalo sababchi bo'lgan insonim bu turmush o'rtog'im hisoblanadi. Oila a'zolarim hamda ularga katta rahmat aytaman. Mening hayotimdagi eng katta yutuqim bu mening turmush o'rtog'im. Undan tashqari aytib o'tishim mumkinki, shu yerga kelgan holda meni dunyoqarashimni o'zgartirgan, tadbirkorlik, biznes sohaga qiziqishimni yanada yuksaltirgan, shunday bizlarga sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lgan malakali o'quv markazimizni ochib, bizlarni yoshlarni o'qib, rivojlanib kelajakda yetuk shaxs bo'lib rivojlanishiga yordam bergan Yo'ldoshoy ustozimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hamda shu yerda Ilmira ustozimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Sarvinoz ustozimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Hamda shu yerdagi barcha ishchi xodimlarga ham minnatdorchiligimni bildiraman va rahmatlar aytaman. Hozirgi kunda men Finlight akademiyasida yaxshi natijalar bilan bitirganligim sababli shu yerda Finlight akademiyasida o'qituvchi lavozimida ishlayman va yoshlarga o'z bilimimni berib kelishdan juda ham xursandman.